Hi everyone, welcome to Thai Language Training Center, New Concept English Video Classroom. And today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 23 and Lesson 24. Okay, so first of all, let's learn some new words here. Okay. Azadlar yaxshimizlar. Hamda bugungi g'oyalar birlash markazimizdan dars xonasiga kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugun 24 dars kunimiz. Aniqda qaranglar. Which glasses? Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz 23-dars. Which glasses? Xo'sh, ham savol, yangi so'zlarni o'rganib chiqaylik. Buronda bir ish qilamiz so'z va kuch so'z. Birinchisi nima desanglar? On. Okay, on. On deganimiz nima desanglar? Ustida degan gap, ustida. Masalan, qarasanglar nima desanglar? Apples are on the tree. Okay? Apples are on the tree. Okay, nima? Olmalar nerede savodoshlar? Olmalar shu daraxtning ustida. Daraxtning ustida. Okay, on the tree. On the tree deganimiz daraxt, on the tree deganimiz daraxtning ustida. Okay, endi manimcha. Okay, some pictures are on the wall. Okay, endi mana bu tomlarda nima ekan? Bir necha rasmlar ekan. Demak, on the wall deganimiz ustida, tomning ustida yoki tomda, yoki shu tomga isig'liq degan gap, ha? Okay, some pictures are on the wall. Good. Aniqda keyingisi desanglar, okay. Apples are on the books. Yaxshi. Kitoblarning ustida. Olmalar ekan bo'llar, kitoblarning ustida. On the books. Okay, endi mana mushuklar ekan. Mushuk. A cat is on the tree. Bir mushuk ana ustida, daraxtning ustida. Okay, what about this? These dogs. Okay, the dogs are ustalning ustida. Tomoq yig'ib shunami? On the table. On the table. Degan gap. Okay, keyingisi nima desanglar? Shelf. Yaxshi. Nima der ekanmiz? Shelf. Good. Shelf. Okay. Ana shelf deganimiz nima desanglar? Jaza degan gap, ha? Jaza. Shu kitob jazasini arabda deymiz, shelf deymiz. Masalan, marism qaranglar. Shunga o'xshash taxta jaza bir narsani deymiz, shelf deymiz. Ko'ringlar, nima ekan bular? Shelf. Okay, hamda bu nima? Bookshelf. Kitob tuzgan jaza. Okay, shelf. You know, some books are on the shelf. Ba'zi bir necha kitob shelf ustida nima? Bir necha kitoblar bor. Bir necha kitob shelf. Xo'sh, hamsa, bu bugungi teksga keldik. Hamda tekstni anglashdan burun ham bir savol bor. Which glasses does the man want? Demakchi, our action zada qaysi shu stakan lozim ekan. Okay, hamsa, diqqat qilib bu karton filmni bir ko'rib o'tinglar. Ko'rgandan keyin undan shunga javob berasan. Give me some glasses, please, Jane. Which glasses? These glasses? No, not those. The ones on the shelf. These? Yes, please. Here you are. Thanks. Okay, so which glasses does the man want? Savolashlar, aksiga zada qaysi stakan lozimdi? Okay. Biz qaranglar, some glasses please Jane. Endi besh deyim bor. Give me. Okay. Give me deganimiz nima desanglar? Bering. So give me some glasses please Jane. Deydi, shunami? Give me some glasses please Jane. Which glasses? Xo'sh, endi men yerga give me. Give me degan nima desang, menga bering. Demakki me deganimiz menga. Müşara to'ldiruvchi bo'lib keldi, shunami? Naq shu birinchi darsimizda bir o'rgangan to'ldiruvchi degan nima? Shu ish harakatining obyekti. Demakki, igi shu ish harakatining paydo bo'lishga obyekti nima desang, to'ldiruvchi. Give me ma. Endi bu 3-chi darsimizda masalan my coat and my umbrella please. Okay, my coat and my umbrella please demakchi, kunligim bilan shlapamni paltorimni aytsangiz. Shuni asl to'liq shaklini aytsangiz, give me my coat and my umbrella please deydi. Endi buni nima eg'iz tilda shu give me degan qisqarib ketdi, tushunami? Endi ma give me degan menga bering yoki everything degan bo'ladi. Demakchi give me some glasses please Jane. Voy, men bir nechta stakan aytgan bo'lsangiz Jane desa, which glasses? Okay. And then which glasses endi qaysi stakanlar?
Oldiga qaramasdan birlik shaklini o'rgangan. Shuni ham bo'lsa which class degan. Endi mana which classes endi ko'plik shakli. Demak, asqatilgan shakli. Asqatilgan shakli. These glasses, okay, endi bunday bo'lsa these glasses demak, voy bu stakanlarmi? These glasses. Endi bu yerga these deganimiz nima? Naqshu this ninki ko'plik shakli. Bular. Demakchi oldinlariga yaqin narsani qilish. No, not. Nima deyishimiz kerak? No, not those. Yap, ular emas. Demakchi ham da aksiga nisbatan jiroq shunami? Shu jiroq narsani those, ular. Shuna not those. Okay, bu yerga nima? The ones on the shelf. Okay, endi bu yerga the deganimiz nima desanlar? Shu so'zlashayotgan ikki tarafga o'rtaq bo'lgan yer kelganda the deganni ishlatamiz. The ones, eliqillari. Okay, eliqsi yoki nima desanlar? Eliqillari. The ones, demakchi bu yerga ones degan olmash. Nimaga olmash desanlar? Shu eliq birlari degan hamda shu glassni ko'rsatadi, aynak stakanni. The ones on the shelf. Jazdan ustidikilari. These deb ko'rsatishunami? Oy, bularmi? These, yes please. Okay, yes please. Shu, akalar. Here you are. Okay, mana ilanga. Masalan, bir narsani sunmoqchi bo'lsak nima deymiz? Here you are. Nima? Thanks. Okay, here you are. Thanks. Rahmat dedi. Shunami? Okay, ansam shu tekstimizniki language focus qaranglar. Bu yerga one. Yana birga once. Okay. Masalan, give me a magazine. Bana bir tal jurnal verin. That blue one. O kök birisini. Shunami? Demak, endi bir narsaga almashganda nima aytsanlar, one-ni ko'rsatayotgan shu magazine, jurnalni ko'rsatadi. That blue one. O kök birisi. Shunami? That blue one. O bu kök birisi. Okay. Endi bu agar ko'plik bo'lib qolsa, masalan, I don't like this hat. Show me the two big ones. Okay. Nima desanlar, men bu shlapni yoqtirmadim. Show me man ko'rsatdim. Two big ones. Ikki cho'ngroqni. Demakchi big ones deganimiz hamda cho'ngroqlarini. Demakchi hamda ones degan hamda shu hat deganning o'rniga olmishib keldi. Demak, olmash. Olmash deganni bilsanglar, bola dates deb qo'yamiz. Olmishur masalan, I am Ablajon. I deganimiz hamda men shu men deganni olmishi. Ablajon bo'lsa o'qituvchi. Demak, I am a teacher deymiz. Shunami? Demak, masalan, this book is very easy, but those ones are very difficult. Qaranglar, this book is very easy. Oy, maktab bo'lsa bek oson. This book is very easy. Bu kitob bek oson. Biroq those ones, those deganimiz hamda o'zimizda jiroqni avlash nima? Those ones are very difficult. Okay, nima? Intayin qanda qiyin. Those ones are very difficult. Very difficult. Naite qanda qiyin degan gap. Very difficult. Demak, hamda ones deganimiz ham jar olmaydi. Endi ingliz til degan to'q bo'llar. Shu chet elliklar, shu ingliz grammatikani qaytlash qat'iy bo'lmaydi. Bir so'zni yana qayta ishlatishga bo'lmaydi, lozilish. Ishlatishga to'g'ri kelib qolsa nima desam, yo almashni ishlatamiz, yoki shundan keyin nima ma'noda so'zni ishlatamiz. Shu ma'noga alohida diqqat qilinglar. Qaranglar. Bu yerga this demakchi, shu ko'z oldimizga yaqin narsaga nima deymiz? This bu shunami? Okay, that bo'lsa nima? Bu jiroq bir yerni ko'rsatib, shunami? That. And these bo'lsa bular. Yaqin. Those. O'zimizdan jiroq narsa, ovlar. Demakchi, bir necha narsalarni ovlar deymiz, shunami? Those. Masalan, this is my hat. Bu bo'lsa meningki shlapa. That is his new car. Okay, bo'lsa uning nima? Yangi mashinasi. That is, shunami? And these are our books. And bular bo'lsa bizning kitoblarimiz. Those are their cats. Ovlar bo'lsa ularning mushuklari. Demak hamda those. Okay. Demak bir necha narsani ko'rsatgan those. Shuni aydinlashtirib olsanglar, bo'ldi. Xo'sh, Shamsa, shu berilgan so'zlarning payini bo'sh o'rinni to'ldirib qo'ying, savoldoshlar. Okay. Ansmanim deymiz. Alice's computer is on her nerede? Floor mu, desk mu? Okay, floor degan yog'i desk. Uninki nimasi?
Herkes yarı olmaydı o nime? Üstelde. On her desk. Good. And her bottle are on her chair. Chair deganimiz nima? O'rindiq. Dressing table deganimiz nima? Girim üstüle. Okay nima? Her bottles. Ondan bottlelar nere? Albatta shu girim üstüle bo'ladi da. On dressing table. Okay, Tim's pencil on his. Okay, Tim's pencil on his desk. Yani biz stereo. Stereo diye yangiratib qo'y. Desk degan joyda sanma parkda. Nerede islanacak? Stereo'dan pardon mu? Elbette nima? Deskda. Okay. Qarindosh bo'lgan ekan. And the knives and forks are on and the nima? Pichoqlar va vilklar bo'lsa, nada? Bed and table. Karavotda bo'lmaydi, albatta nima? Table. Ustalda. Okay. And your trousers are on your bed. Cupboard. Bed degan karavot, cupboard deganimiz nima edi? Oldingi soatda o'rgandik. Bu chiniqqa chiqish demakchi. On your nima? Bed. Okay, what about? Masalan, give the boy these pens. And give uningga desakchi, give the boy o'g'il bola bo'lgandan keyin give him. Okay. Give Anna and me some magazine. And Anna and me. Bizga bo'ldi shunami? Shu give us some magazine. Bizga bir necha gazet beraman. Give the man the cigarettes. Oh, actually, I'm going to demakchi actually bo'lgan ekan. Give them. Give the woman this blue book. Hamda bu ayolga bu ko'k kitobni beraman. Anaqa nima desanglar? Give her that black one. Okay, give her that black one. Oh, qara birsini beraman. And those are my books. Okay, nima? Give me my books. Hamda give me bo'ldi shunami? Okay, amsa Muşu bugungi 23 darsning mazmuni mushagicha bo'lsin. Keyingi darslar, keyingi videolarimizda diqqatlarni bog'lang. Okay, that's all for today. See you next time.